Yani dehqon obodlarning uylaridamiz. Bu yilgi hosil juda ham ajoyib. Qandoqlar haqida bir og'iz gapiringchi. Nokam bir nozik narsa bo'ladi-da. Faqat parvarishga bog'liq bo'ladi. Parvarish qilsangiz mana bunaqa noklar, mana bunaqa noklar bo'ladi mana. Hali bu yana katta bo'lishiga yana 2 oy bor. 2 oyda Xudo xolasa katta bo'lib, chiroyli bo'ladi. Endi sizga savol, shunchalik chiroyli darajaga yetkazish uchun nima ishlar bajardingiz? Qanday o'g'itlardan foydalandingiz? Buni ishlar birinchisi bahorda tagini yumshatishdan boshlanadi. Har bir daraxt tagini bir boshdan chop chiqiladi, yumshatiladi. Va shu holatda qoldiriladi-da, gullagangacha suv ham qo'yilmaydi. Hech qanday bir meroperativ o'tkazilmaydi. Faqat shu gullab bo'rada yoki makka donada bo'lganda suv qo'yiladi va hasharotga qarshi kimyoviy kurash olib boriladi. Shunda qurt ham tushmaydi, kasallanish ham bo'lmaydi. Shu ahvolda bir yoz davomida yoki sentabr oyigacha 3-4 marta kimyoviy kurash olib boriladi. Nokda eng yomon narsa, eng odamlarni qiynayotgan narsa nok shira biti deyiladi. Shira deyiladi. Bu shira bitini kurash uchun maxsus apparatlarda yuyiladi, ishlari bor. Shuni hammasi amalga oshirgani uchun mana shira ham tushmagan, juda ham chiroyli hosillar bo'lib turibdi. Xudo xolasa yana 2 oyda juda ham katta hosil bo'lish kutilmoqda. Endi ko'rib turibmizki, mana yerdagi dehqonchilik ham juda chiroyli. Ha, yer dehqonchilik ham yaxshi. Meni kasbim shu agronom bo'lganim uchun shu yerga ishlov berishni yaxshi bilaman. Nima qilish kerak? Mana shu bo'layotgan narsalar hammasi shu agronom qo'lidan kelgan ishlar. Mana yaqinda Shvetsiyadan keltirilgan olmani payvandlab qo'ydik. Mana hozir yerdan ancha bir 2 metrga bo'lmasa ham 1 metrga yaqin ko'karib qoldi. 2-3 yilda shunaqangi meva qiladiki, shunaqangi ko'z chaqnaydigan meva bo'ladi. Haligi bu katta qizil olmadan endi bu. Katta qizil olma, kilosi 30 mingdan sotildi. Shunga shundan ulab qo'ydim. Xudo xolasa bu ham 3-4 yilda kirib qolsa, mevasidan yechiladi. Endi mana bosh orqamdagi olma ham yaxshi olma. 5 yulduz deyiladi. Rosa juda ko'p qildi. 5 yulduz deyiladi bu olmani. Lekin uncha qizil emas. Menga o'xshagan qizil emas. Shunga bu endi qizarish boshladi. Xalq tilida 5 yulduz deydi. Juda haqiqiy nomi Prevoskhod degan olma. Yaxshi olma bu ham. Pomidorlaringiz ham juda ajoyib. Endi hosil qizarish boshladi. Mana bu qatordagi, mana bu qatordagi. Yaqinroq ko'rsatsam ham bo'ladi mana uni. Bu Italiyadan olingan urug'. Italiyadan olib ko'chat qilinib, ko'chatda ekilgan. Mana endi Xudo xolasa mana hozir boshlandi meva qilishi, qizarish ham boshladi. Mana shu Italiyani pomidori bu. Endi pishib qolsa ko'ramiz qanaqa mazasi qanaqa bo'ladi. Shu bundoq qarasangiz hech ko'p joyda anor bo'lmadi, anorlaringiz. Ha, anor yana ham yaxshi bo'lmadi. Anorning eng asosiy sababi rosa gullaydi. Hamma shu savolni beradi. Rosa gullaydi, lekin mevasini tutib tura olmaydi. Tashlaveradi. Tashlaydi. Buni eng asosiy sababi yerda anorning kuchi yo'qligi. Kuchi yetmaydi mevani tutib olishga. Masalan, ona bolani ko'tarib yurish uchun onada kuch bo'lish kerak. Chunki bu onasida kuchi yetmay zo'rga ushlab qo'ygan. Endi Xudo xolasa bu juda yaxshi mana o'raladagi unchalik emas. Bu hali ancha katta bo'lsa ancha bo'ladi endi. Ancha bo'ladi, lekin buni tayinda ishlov berilmagan. Bu yil Xudo xolasa kuzda tayinda ishlov bersa, yanariga g'uj ona bo'ladi. Shu. Mana sabzlar bor, lulalarimiz bor. Shu dehqonchilik hamma narsadan bor. Hamma narsadan bor. Xudo xolasa. Loviyalar ham juda chiroyli bo'libdi. Yaxshi. Hamma shu mutaxassisligimizni borligidan. Mana oqlilar mana. Endi hosilga kirdi. Endi tugishni boshladi. Yana bir haftadan keyin juda ham pishib, bemalol iste'molga yaroqli bo'ladi. Shu. Xo'p. Ishlaringizga omad. Ilohim o'ylagan niyatlaringizga yeting. Noklaringizni orqasidan juda ko'p sarmoyaga ega bo'ling. Rahmat. Charchamang. Semirgan olmalarimiz bor. Juda olma rosa ko'p qilibdi. Rosa qildi olmalar. Hammasi mehnat orqasidan. Bu tashabbus o'zlari bu qolmaydi. Endi nima? Yangi dehqonchilik boshlab, yangi nok ekkan, yangi bog'bonlarga nima maslahat berasiz? Endi bu ko'sanoq juda nozik daraxt deyishadi, ko'kartirish qiyin deyishadi. Nima maslahat berasiz? Nok qilayotganlarga sabr toqat kerak. Chunki
Chunki bu rosa 10 yildan keyin ham to'liq hosil beradi. Hmm. U yilgacha bir dona, ikki dona, yarim paqir, bir paqir berib boradi. Lekin 10 yildan o'tgandan keyin to'la har bir tupi 50 kilo, 100 kilo, 200 kilogacha hosil qiladi. Faqat sabr kerak, 15 yil kutish kerak. 10 yildan ortiq. 10 yil kutish kerak, tamom. Boshqa mevalarga o'xshab 2-3 yildan keyin meva kelib ketavermaydi. Bu ham nozik, sekin o'smagan daraxt. Rahmat bergan nasihatlaringiz uchun. Salomat Rahmat. bo'ling. Sog' bo'ling.